Bu juda zo'r g'oya edi, balkonga chiqishimiz mazza qilaveryapmiz, bolalar. Ha, kompot toza havoda nafas olsa qo'shilasizlarmi? Ha, men rosa ichayapman sutli kofemni. Mazza. Nimagadir bu yerga sovuq tushdi, pastga tushaylik. Ha, hozir kofemni ichib olay va biz pastga tushamiz. Buncha mazza. Baba, sizlarga bir savolim bor edi-da. Yaqinda uyim ta'mirlanadi. Kimdadir bo'sh xona bo'lsa, ko'chib o'tib turay. Stop, qishloqda bo'sh uy bor. O'sha yerga ko'charsan, men ruxsat bersa kerak. Yo'q, rahmat, u yerga hech qachon bormayman. Nima bo'ldi, yuzing oqarib ketdi? Kompot, buni eshitganmisiz? U yerda arvoh yashaydi. Nima? Qanday arvoh? Nima o'ylading, kompot? Uyni yonida yashayman. Har kechqurun qo'rqinchli ovozlar eshitiladi. Rostdan ham qo'rqinchli. Qishloqi yog'ini uyda gaplashaylik. Bolalar, hammaga salom. Mening ismim Kompot. Xush kelibsiz yangi videoyimga. Bizda qandaydir arvoh paydo bo'libdi. Bolalar, mana shu uy haqida gapirganmidlaring? Bu qishloqdagi eng qo'rqinchli uy. Bolalar, haqiqiy hayotda arvohlar yo'q. Odamlar qo'rqitish uchun o'ylab topishadi. Men o'rmonda yurganimda uyim oldidan yurgan. Men eshitgandim baqiriq ovozlarini. Keyin eshikni ochib ko'rsam, qizil kraska bor ekan. Nimaga tushunmayapsiz qishloqlar? Bu oddiy uy, hamma yashaydigan, lekin hech narsasi yo'q. Yo'q. Kompot, bo'lmasa menga ayt, nimaga u yerda operatsiya stol turibdi? Men bilmayman, yoki kimdir qo'yib ketgandir. Qaysi qishloqda operatsiya stol bor? Hech kimda yo'q bunday stol. Men tushuntira olmay qoldim. Men aytayapman-ku, bu yerda arvohlar bor. Bu uy nenormal uy. Nimaga menga baqiryapsizlar? Balkim kimdir hazillashayotgandir. Aha, shunday kulgili hazil. Men ketdim, men ham. Qishloqlar, to'xtanglar. Stoldan o'qiyapsizlarmi? Nima tushunmadim qishloqi? Ular stoldan qo'qishdi. Hech narsa bo'lmadi, jichcha qo'qishdi xolos. Mayli, orqalaridan boraychi. Mayli, men ham taksi chaqirib shahardagi ishlarimni qilib kelay. Mayli qishloqlar. Bolalar, kimdir prikol qilyapti dashadda, bolalar. Taksi chaqirish vaqti keldi. Real taksiga telefon qilaychi. Tushunmadim. Nima bo'lyapti u yerda? Qandaydir qo'rqinchli ovozlar. Kimdir bormi? Samarqand. Buxoro, alyo. Kimdir bormi? Shpaklovka surkab basharingiz bu yertami? Kimdir bormi deyapman? Kimdir bormi? Nima bo'lyapti? Nima bu qizil bo'yoqlar? Pipapa, uyimga kimdir keldi. Qani boraychi? Kompot u yerda rostgina arvohlar bor ekan. Birinchi qo'rqinchli ovoz eshitdim, keyin qarasam, ichiga kirib ko'rsam qizil bo'yoqlar. Nima tushunmadim gapingga, sekinroq gapir. U yerda qo'rqinchli ovoz eshitdim, keyin kirib ko'rsam, u yerda qizil bo'yoqlar. Qishloqi lo'qimi odamdi? Rostdan aytayapman, xohlasang borib ko'r. Mayli, ko'ndirding, borib ko'raman. Bu yerda hech narsa yo'q bo'lish kerakmi? Yo'q, hech narsa. Yo'q. Ichiga kirib ko'r, ichiga. Xo'p, asabiylashma, hozir kiraman mana. Kirayapman. Kimdir bormi? Hech narsa yo'q. Bitam yo'qda bu bilan o'qib qo'ygani. Nima bo'ldi? Bu yerda jichchoqlar bor edi-ku. Qishloqlar, men sizlarga tushuntirishdan charchadim. Men bu yerda bugun yotib qolaman. Qiynavarlaringiz, zerikib ketdim men aytaman. Nima Kompot, bu yerda yotib qolaman dedingmi? Bu yerda hech qachon yotib qolmayman. Bu yerda arvohlar bor. Tirik chiqmasligi mumkin. Boringlar, arvohlarga umuman ishonmayman. Umuman ishonmayman qishloqi. Umuman. Yotib qolmaysan. Biz yotib qolganimiz yo'q-ku. Bormay qo'y, u yerdan sovuq chiqmasligi mumkin. Lo'qmanglar, men borimman deb boraman. Xullas, men boraman, bolalar. Menga gitara boraveraman. Men yotib qolsam bo'ldi, sizlarga tushuntirib beraman. Sizlar tushunmayapsizlar.
Nimaga tushunmayapsan sen? Sen tushunmayapsan, bu yerda hammasi qo'rqinchli bo'lyapti. Bu sen bir yotib ko'rchi. Biz yonda yotib turib qo'rqyapmiz. Ha, bo'pti, yotib ko'raman. Yotib ko'raman deyapman kechga. Xullas endi bolalar yotib ko'raman. Nimaga yotasan deyapman, asabni buzma. Kallangga shpaklab ko'rib yurtaman. Haydi bolalar, bugun kechga shu qo'rqinchli maniyak uyda yashab ko'ramiz. Xullas, endi uyimda narsalarimni to'g'irlab olay. Mayli, hamma narsalarimni oldim. Qilich, ovqat, yotoq, pechka, verstak, telefonsiz yerga ketaman. Hamma narsa bor endi. Endi ryukzakka solib qo'ysa bo'ladi. Fonar ham bormi bu yerda? Bu yerda bitta zajgalka. U haliginda talpaga bo'lganimizda ishlataman dedim, ishlatmadim. Mayli, chekka hamma narsani sortirovka qilib ketdi. Rostdan ham kompot borasanmi? Voy daling bolalar, qiynavarlar odamni. Boramanmi, yotaman o'sha yerda. Hatta, o'zim ketib bo'l. O'zim yoningga yetganamiz baqirsang, xo'pmi? Kuldirmaylar odamni, yonimga yetkazishni o'ylaylar hali bolalar. Endi bolalar, xullas yaqinda boramiz. Nimaga bu kulrang? Nega? Nimaga bu kulrang? Aytyapman-ku, bu yerda arvohlar bor. O'zi bu balki rangi o'zgaruvchi g'ishtdandir. Yo'q, bor. Bu yerda eshik o'zi ochildi. Lo'qmanglar, lo'q qilyapsizlar sizlar. Vallahi, lo'q qilyapsizlar. Qochib ketishdi. Mayli, bo'pti kompot. Bo'pti. Ularga aytib qo'ya, qo'qishmasin, ushtichoq qo'yishmasin eshitoniga. Bo'pti. Endi bu yerda tartibga solib olay. Endi ishini yopamiz-da. Xo'p, hamma narsasi yaxshi, chotki. Qorong'ilikka aytmasa bo'ladi. Aytmasa chotki, fakel ham yo'q-da. Endi mana sindirib olib tashlashimiz kerak. Qani 1 2 3 oldik. Endi yotoqxonamni qo'yaman. Endi chotki tushdi. Endi bitta qaraylik. Kimdir taqillatdi. Hech kim yo'q. Kimdir taqillatdi. Bilmadim, endi hech kim yo'q. Ertalab ham tushib qolaydi-da, uxlash kerak bo'ldi. Endi pechkani qo'yib olamiz. Bu yerga verstak. Endi nima qilamiz? Hech narsa qilmasdan nimadirlar qilib o'tiramiz bolalar. Telefonda o'ynaymiz, Minecraft o'ynaymiz telefonda. Fonarni yoqib ko'raychi. Ana, chotki yorug' tushdi. Ana, fonarning kuchi tugamasin. Iltimos, svetga pul tashlaganman-ku. To'ki tugamasin, iltimos. Iltimos fonar, iltimos urib ko'raychi. Yerga tashladim, ishlamayapti. Yo'q, ishlamayapti. Nima qilaman? What? Nimaga ish ochilmayapti? Nimaga ishni ochinglar bolalar? Nimaga men qilib qo'ylar, ishni ochinglar? O'zingni bos kompot, o'zingni bos, xavotiraman. Bu oddiy hazillashyapti kimdir. O'zingni bos. Telefon qilib ko'raychi Jamolga. 3 2 1 to ti pi to. Olmadi telefonni. Nima qilamiz endi bolalar? Bir-biridan non bilan necha stek deyapsam, mazza ketadi-ku bittada. Mazza. Endi bolalar nima qilib yotamiz? Yoqqa boramiz, buyoqqa boramiz, sakraymiz, turamiz. Endi pipapu ti mi pi.
Mazza qildim. Hech kim kelgani yo'q. Hech kim taqillatgani yo'q. Bolalar mazza qilib o'ynab o'tirdi. 5-6 soat, 5-6 soat, 2 soat bo'ldi. Hech kim taqillatgani yo'q. Hech kim qo'rqitgani yo'q. Aldashibdi jiddilar. O'zim uxlavoramiz. Endi uxlash kerak. Charchadi odam ham. Qani, bolalar, yaxshi dam olinglar. Mazza qilib dam olibman. Nima bu? Qanaqa tovush bu? Qanaqa yo'q, mana nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Qoch. Chiq. Nima bo'lyapti? Telefon qilish kerak. Politsiya. Nima? Eshik och. Och eshikni. Och. Chiq ket. O'zingni bos kampot. Nima bo'lyapti bu yerda? Qanaqa bu? Qornimi yoki kraska? Bu yerda portlash kerak. Ketdik, portlatamiz. Qochdik. Hop, portladi, hop, mana. Ay, boshim. Kimdir kallasi edimi? Nima bo'ldi? Kim bor? Kim bor? Qishloqqa nima qilyapsan bu yerda? Nima qilyapsan? Kampot hammasini tushuntirib beramiz. Kampot. Nima bu? Qizil bo'yoq? Kulrang bo'yoq. Men tushungandek bo'lyapman. Kampot hammasini tushuntirib beramiz. Biz просто prikol qilgandik. Ham bir jichiq maza qilish uchun. Nima bo'ldi? Nima bu? Bana, sizlarmi? Nima bo'lyapti bu yerda? Men tushunmayapman. Tushuntirib ber, kampot. Qara. Sani lo'q qilishibdi bular. Mana bu ko'pi kompyuterda lo'q qilib bizni qo'rqitishibdi. Buvisini vaqtlari. Nimagadir aytdim. Net o'tidim. Kech payt siyib qo'yganing uchun qo'rqitaman. Endi o'zingdan ko'r.